fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoqchi hozir umr daftarini o'qib oldim. Keyin chap tomondan yelkamga bitta qo'l kelib tegdi. U G'afurlovning qo'li, men sezdim. Mikrofon sehrli mikrofon. Hozir mana mikrofon oltida o'tirmanmi, meni hayajonga soladi. Bir kuni Mirzo Tarag'im meni chaqirib qoldi. Ha desam, sen borganda televiziyaga aytib, "Yo" dedim. Men dedim, "Qo'rqaman." "Qo'rqmang" dedi. Qarasaki, men hech kimga qaramasdan she'r yodab ketayotgan bo'lganman. Keyin bu ukangizga nima bo'ldi deb akam gapirdi. Akam aytdi, "Ko'chada she'r o'qib yurmagan unaqa" dedi. Murod Ajab sal oramizda sal o'qishga dangasi edi, to'g'risini aytganda. Lekin talant jihatdan unga yetadigani yo'q. Kir dedi ichkariga dedi. Kirdim. Kirsam, ro'paramda G'afurlar o'tiribdi. Boshlarida do'ppi. "Assalomu alaykum" dedi G'afur aka dedim. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Ayni paytda poytaxtimizda soat 21 dan 46 daqiqa o'tmoqda va ushbu fursatlardan boshlab Toshkent telekanalida siz Xiyobon dasturini jonli efirda tomosha qilasiz. Studiyada men Nozimjon Mo'minov hamda hamkasbim Kamoliddin Nasimov. Assalomu alaykum. Sog'inchlar, esdaliklar va yoqimli xotiralar haqidagi Xiyobon dasturi yana jonli efirda siz bilan birga. Bugun ham demak ko'rsatuvimizda yaqin o'tgan yillar xotiralarini, bizga qadrdon bo'lgan xotiralarni birgalikda esga olamiz. Va Xiyobonning bugungi mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Qoraqalpog'iston xalq artisti, oliy toifali suxandon Farhod Bobojonov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum Farhod aka. Xush kelibsiz. Rahmat. Farhod aka, siz bilan qo'ng'iroqlashgan paytimizda Xiyobon ko'rsatuvini doimiy kuzatib borishingiz haqida aytgandingiz. Avvalambor mana shu e'tirof uchun, sizga ma'qul bo'lgani haqida aytgandingiz. Mana shu e'tirof uchun minnatdorlik bildiraman avvalambor. Va demak ko'rsatuvimizning an'analaridan yaxshi xabardorsiz. Xabardorman. Bu an'ana shundaki, avvalambor mehmonimiz bilan bolalik xotiralarini birgalikda esga olamiz. Sizni bolalik xotiralaringiz haqida kuzatganimda ba'zi bir nuqtalarga duch keldim. Ya'ni egatlarda o'tgan bolalik degim keldi-da. Chunki o'sha hali murg'ak paytlardan o'sha paxta dalalarida o'tgan yillar haqida gapirgansiz-da. Mana shundan boshlaylik demak. 5-sinfdan boshlab paxta terganmiz. Ertalab o'qirdik, tushdan keyin paxta terardik. Va men o'sha 5-sinfdan boshlab deganim sababi 12 kilometr uzoqlikda velosipedda borganman. Oldin 5 ta bola borgan bo'lsa, keyin bitta o'zim qolib ketganman. Qolganlar boshqa maktablarga ketishgan. Keyin men otam juda qattiq qo'l edilar. Shu bilimli bo'lgan deb yaxshiroq maktabda o'qisin deb o'sha maktabga berganlar. Tuman markaziga demak. Tuman markaziga. Endi tuman markazi ham Turkmaniston deydi. Turkmaniston Tashovuz viloyati Dashhovuz deydi ularda. Dashhovuz deydi. O'sha yerda Toza bozor degan posyolka bor. Ham ruscha ham o'zbekcha maktab edi. Direktor ham ancha tanish edi, otamizga tanish bo'lgan. O'shamni o'sha yerga berganlar. O'sha yerda o'qiganman. 6-sinfga o'tgan paytda Xudoyberganov degan, Primat Xudoyberganov degan bizni o'qituvchimiz bo'lardi. Ko'zlari ko'k, yuzlari qizarib yuradigan, juda qattiq qo'l edi, adabiyotdan dars berardi. O'sha odamdan juda ko'p narsa o'rganganman. Keyin 4 ta yigitchalarimiz endi yosh bolalar chaqirdi. Sanga deb 4 ta she'r berdi. Menga G'afurlovning 4 qator she'r tushdi. Keyin qolganlarga bittasiga Maqsud Shahzodaning 4 qator tushdi, Mir Temir va Uyg'un 4 talasi boradigan bo'ldi. O'sha qishloqning madaniyat saroyi bor edi. Madaniyat saroyi bor edi. O'sha yerda bo'ladigan bo'ldi. Keyin biz boshqa bilmadik. Xursand bo'lib ketdik. Bir hafta tayyorgarlik ko'rasizlar. Biz endi shunday xursand bo'lib ketdik. Qo'ylar urgan dalalarga chiqib ketdik. Birpas yodab oldim. Birpasda yodab oldim. Keyin bir haftadan keyin kiraslarda bordik. Biz hali bilmaymiz o'sha G'afurlov Maqsud Shahzoda borishlarini. Bundan xabardor bo'lmagansizlar shoirlar kelishidan. Yo'q. Shivir gap bo'lib qoldi. Keyin G'afurlov deyishdi, Maqsud Shahzoda deyishdi, Mir Temir deyishdi, Uyg'un deyishdi. Kir ichkari dedi. Biz endi kirdik ichkariga.
odam men to'lada g'alag'ovur mana shunda turasizlar dedi. Turimiz tursak keyin nima o'qituvchim aytdiki, men qo'limni tushirganda o'qiysan faqat dedi. Sansirab gapirardi. Qo'limni tushirganda o'qiysan dedi. Keyin qaltirab turibmiz, birinchi men o'qishim kerak, men shunda turibman. Yosh bolaman, endi juda soddadil bo'lganman. Juda soddadil bo'lganman, qishloq bolasi. Keyin shu bilan kirib kelishgan. Qarasam, boshda to'pni sal qishaytirib kirgan. Qarasam, G'ofurlom adabiyot kitobidagi. Keyin qarasam, Maqsud Shahzoda, uni ham ko'rganmiz. Mirtemir. Keyin Uyg'un. Orqa tomonda G'ofurlom turgan ekan. Men bilmayman endi, men o'qituvchimga qarab turaman. Jim bo'lib qolganman. Qo'lni shunday tushirishim. O she'r o'qidim, keyin hayajonlanib ketaman, qarang, o'sha payt esga tushib ketyapti. Aziz asrimizning aziz ollari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftarini. O'qib oldim, keyin chap tomondan yelkamga bitta qo'l kelib tegdi. U G'ofurlom qo'li, men sezdim. Shuni o'qib chiqib ketdik. Ular qolishdi, biz tashqariga chiqib ketdik, hayajon bosib, terlab ketganmiz endi. Qanaqa o'qidim, o'zim tushunmayman. 4 qator she'r o'qidim, 4 qator she'r bor yo'q. Keyin menga klasskom deymiz. Klasskom qo'shdi, sinfkom. Martabangiz oshib ketdi sinfda, maktabda. O'shancha hayajonga tushib ketaman hozir. Shunaqa voqealar bo'lib, o'sha yerda o'qidim. 8-sinf bitirganimizdan keyin otam aytdiki, endi Toshkentga bormasang bo'lmaydi dedi. Keyin bu yerda matematiklar maktabi, otam matematikani yaxshi ko'rardi. 4 ta imtihon topshirish kerak, qo'rqaman. 4 tasini ham o'tib ketdim. Xullas qalam, endi gap ko'payib ketadi. 4 ta o'tib ketdim-da, keyin o'sha maktabda qabul qilindim. Matematika maktabi. Biz maktabda Dilorom Ibrohimova deganimiz bor. Dilorom Karimova men o'qigan, singlisi bor edi. Hammasi ikkalasi ham xalq arsida bo'lishdi. Birga o'qiganmiz. Matematiklar maktabidan san'atkorlar chiqdi. Keyin Mirzohid Rahimov bor edi. Men opam bilan o'qigan edi. Keyin institutda men bilan o'qidim. 4 yil birga o'qidim. Dars tayyorlaganmiz. Keyin men bilan o'qigan eng yaqin o'rtog'im bu Murod Rajabov edi. Murod yoshimizdan barobar edi. Keyin men ko'rsatuvimda bir o'lka ko'rsatib doim chiqdi. Mana ben bu yerda birgalikda ko'rsatuvlar tayyorladik. Shu asosan shu. Endi ungacha men ancham she'r bilardim, to'g'risini aytganda. Birinchi opamni o'rganganman. Opam hozir bir ko'rib o'tirgandir. Adabiyotni juda chuqur bilardi. Lekin fizika, matematika bo'yicha bo'lib ketgan ular ham. Va intervyularingizda aytgansiz, opamni xuddi Nasiba Ibrohimovadek o'sha diktor suxandon bo'lishlarini xohlagan. Diktor suxandon bo'lishini xohlaganman. Nasiba opani ko'rib turardimda, bir havasim kelardi Nasiba opa, Nasiba Ibrohimovani. Keyinchalik meni ustozim bo'ldilar. Shunday bo'lsa derdim, orzu qilardim. Endi bir orzular bo'lganda endi. Men o'zi asosan she'r o'qishga kirib kelishimga bir kinomexanik sababchi bo'lgan. Biz qishloqqa oyda bir marta yoki 2 oyda bir marta film borardi. Asosan hind filmlari, Raj Kapur o'ynagan filmlar borardi. O'shalari tomoshabinlar o'tirib ko'rish kerak edi. Biz endi ochiq joy bo'lgan, bir fermaxona bo'lgan. Ferma. Shuni qanaqaligini. Oltda gujum deymiz, gujum daraxti bo'lgan. Shu gujum daraxtini shu yonda shu yerda kino qo'yishardi. Borib o'tirib olardim mana kinomexanika oldiga. Qiziqardim-da, juda qiziqardim. Mana lentani bir yirtiq joyi bo'lsa ham o'shani cho'nchagimga solib qo'yardim. Alayday qilib. Juda bir aziz ko'rinadi kino. Shunda kinomexanik bir kuni o'zi e'lon qiladi. Mana shunda bugun keldik, birinchi filmi falon kinoni qo'yamiz deb bir 60 tacha xo'jalik bor edi o'rda. Qishlog'imiz ham kichkina joy bo'lgan. Keyin shu bilan bir kuni bordimda, keyin aytdiki, dedi, men o'qigan narsani takrorlaysanmi dedi, aytgan narsamni dedi. Uyatganman. Zo'rg'a nima qildim, takrorla dedi, hali buyruq ohangida. Keyin nima gapirganimizni takrorladim. Endi bitta she'r ham qo'shasan dedi. Men aytdim, she'r bilardim. Hamid Olimjonning she'rini bilardim, G'ofurlomning she'rini bilardim. O'sha paytda yodagaman. Opam o'rgatganda, vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Chappar urib gullagan bog'in o'par edim vatan tuprog'in, odamlardan tinglab hikoya o'sar edi shoirda g'oya deb aytib berganman-da. Shu keyin aytgandan keyin butun qishloq eshitgan. Mikrofonda o qishloq tarqab ketadi. Shundan keyin hali
Rim aka degan odam bor edi, Rimurt derdik, Rimurt. Murt degani mo'ylov bunaqa, Rimurt. Laqabi Murt derdi, Murt deb chaqirishardi. Bir paytlar keyin sen dedi, bu dedi Xivali muallimi dedi, o'qituvching dedi, o'g'lisan dedi. Sen Xivalikka tortib ketding hozir dedi. Ular dedi savodli u deb qolib. Shu keyin shu bilan kinomexanikka hali ham men eslab yozganman. Men uchun sehr bo'lib qolgan. Mikrofon sehr, sehrli mikrofon. Hozir mana mikrofon oltib o'tirmanmi, meni hayajonga soladi. Yoshlar o'rganib qolgan menda. Farhod aka, mana hozir bolalik xotiralaringizni maroq bilan tinglayotgan edik. Aynan shu adashmasam kinomexanikni sizni o'sha sizga she'r o'qitgani haqida gapirayotgandingiz. Shundan keyingi mana Toshkentga keldingiz, matematikaga ixtisoslashgan maktabga o'qishga kirdingiz. Endi to'g'risini aytganda men matematikani yoqtirmas edim. Endi otam majburlagandan keyin men kirishim kerak deganmanda o'sha yerda o'qiy boshladim. Lekin o'sha yerda ham baribir san'atga qiziqqanmiz. Endi biz o'qigan maktabda Dilorom Ibrohimova bor edi. Keyin Karimov bo'lib ketdi. O'zbekiston xalq artisti bo'ldi. Keyin uning singlisi Malika bor edi. Ular qo'shni sinfda o'qishardi. Lekin birgalikda harakat qilardikki, she'r u bo'lsa birgalikda nima qilardi? Chunki buning sababi o'sha yarim yil ilgari biz teatr institutiga boshlaganmiz. Teatr va rassomchilik institutiga boshlaganmiz. Fattohov degan, Mixail Fattohov degan bir ajoyib bir inson bor edi. O'sha inson tayyorlovga biz chaqirgan. Tayyorlanganmiz, qanaqa sahnada rol ijro etish, o'ynash, improvizatsiya qilish, boshqa hokazo hammasini o'sha odam o'rganganmiz. Bizlar 12 ta odam borganmiz hammamiz bo'lib. Lekin shundan 3 tagina odam kirganmiz biz. 2 ta opa-singil va men kirganman. Bu ham bir omad bo'lsa kerak edi. Albatta. Keyin shu bilan biz endi men kechqurunga o'qiganman, chunki sharoitimiz ancha alida edi, murakkabroq edi. Ishlaganmisiz? Ishlaganmiz. Mana shu maktab tugatishim bilan men o'zbek filmda ishlaganman. Oddiy bir teleshkada kinoplyonka tashuvchi bo'lib, keyin laboratoriyaga ishga qabul qilishgan. Men bilan ishlagan bir yigit Niyozmetov degan yigit edi. Birga ishlardik ikkalamiz. U yigit keyin shunaqangi Xorazm teatrining bosh rejissyori bo'ldi. Xizmat ko'rsatgan san'at arbob bo'ldi. Men ko'p ko'rsatuvlarga chaqirganman. Jaloliddin Manguberdining otasini obrazini yaratgan. Keyin haligi Avesta kitobida bir daho bir odam bo'ladi, o'shani obrazini yaratgan. Bir umrining oxirlarigacha Xudo rahmat qilsin, birga bo'lganmiz. U yoqda, lekin men bu yoqda qo'ng'iroqlashib turib boshqa bo'lib, syomkalarda shunaqa voqealar bo'lgan. Qalban, ruhan yaqin. Qalban juda ruhan yaqin bo'lgan o'sha yerda. Mam hayot yo'lingizni televideniya bilan bog'lanish qanday kechdi? O'sha san'at institutida o'qishga kirdingiz, kechki rejimda o'qigansiz. Qanday qilib televideniya, radioga keldingiz? Juda tirishqoq edim. O'sha Alham Raib degan bir rejissyor bo'lardi. Ha. Yor filmni olgan, ko'plab filmlar olgan. O'sha inson kimdir aytgan ekan, she'r o'qishi biladi deb. Keyin men chaqirib qoldi. U paytda badiiy rahbar edi o'zbek filmda. Qanib aytchigan dedi, qo'rqib turman, men katta odam dedim, chaqiribsiz, nimaga men unaqa qilib. Keyin o'sha yerda qo'shimcha tarzda kino aktyorlar bo'limida ishlaganman. To'g'on Rajametov bor edi, O'lmas Alixo'jayev bor edi, Murod Xo'jayeva deganlar bor edi, ko'pchilik bor edi. Svetlana Murodxo'jayeva. Svetlana Murodxo'jayeva. O'sha yerda ishlagan biz bilan birga. 1-2 yilcha ishladim. Keyin bir kuni Mirzohid Rahim meni chaqirib qoldi. Ha desam, sen borgin deb televideniyega aytib, "Ya" dedim, men dedim. Shuncha bir 100 tadan ortiq odam bor dedim, men dedim. Qo'rqaman, qo'rqmang dedi. O'tib ketasan dedi. Keyin shu bilan shu Mirzohid Rahim betaklab olib keldi bu yoqqa. Bu 69-yillik gap. 100 tadan ortiq odam bor ekan, 110 ta odam. Shu bilan 4 ta tur. 4 ta turni birinchi turda o'tdim, o'qidim. Mirzohid Rahim qarab turibdi, tabriklayman dedi. Ikkinchi turga o'tdim. Uchinchi tur yanvardan keyin qoldi. Yanvardan keyin u paytda Ubay Burxonov men tanib qoldi, Ubay Burxonov. Keyin Ubay Burxonov yaxshi tanib qoldi. Keyin Ubay Burxonov ham kopirab qo'yardim. She'r o'qirdi, ovozlarni. Keyin Anvar Isroilov degan bir ajoyib shoir bor edilar. O'sha odam
chaqirdi. Shu bilan 3-turdan keyin o'shalar nimasida ko'magida. Keyin shu bilan 4-turga o'tganda Mamajonov degan bir yigit bor edi. Yana bitta qiz, uchalamiz qolib ketdik. Keyin qarasam, haligi qiz endi chiroyli qiz edi, Saodat jurnalda o'sha paytda juda chiroyli hali do'plar kiygan, keyin haligi sochlari 40 o'rim soch, nima suv bo'yida o'tiribdi. Men aytib, o'sha o'tadi dedim. O'tmay qoldi. Bir o'zim qolib ketdim. Hamma hayron bo'lib qoldi. Keyin O'ktam Jobirov bilan tanishtirishdi meni. O'ktam aka o'zini nimasiga oldi. Xullas kalam o'shandan keyin diktor bo'lib ketdim. Bir kun men o'zbek filmda ishlayman. O'sha paytda she'r yodlab boraman har kuni. O'sha haligi ko'prikdan o'tib ketatsam, men akamning o'rtoqlari o'tib ketishgan ekan. Qarasaki, men hech kimga qaramasdan she'r yodlab ketayotgan bo'lganman. Keyin bu ukangizga nima bo'ldi deb akam gapirdi. Akam aytdi, ko'chada she'r o'qib yurmagan unaqa dedi. Men har xil tarzda o'ylashim mumkin edi, keyin o'qimman dedim. Lekin shunaqangi she'riyatga qiziqqanmanki, kechalar tushlarim kirib chiqardi. Bir kuni Zulfiya opa chaqiryapti derdi, u paytda Navoiy 30 da xotin-qizlar jurnal o'sha yerda edi. Bir kuni bordimda, keyin 70 yillik tavallud kunlari Hamid Olimjonning nishonlanishi kerak. O'shanga yarim soatlik programma tayyorlashim kerak ekan. Ssenariy qilib o'zlari she'rlar chizib qo'ygan ekanlar. Mashhur o'qiladi deb. Men juda kuchli edi u paytda. She'r o'qish emas. Bir haftadan keyin o'shani o'qib chiqqanman. Zulfiya opaga yoqqan. Zulfiya opaga yoqqandan keyin Sharq jurnalida Kamalak nomli she'rlar turkumi chiqqan. O'sha paytda o'sha Zulfiya opa ham she'rlarini o'qiganman keyin. Zulfiya opani shundan keyin yaqin bo'lib qolganman. Keyin sen dedi, bunaqa yurmagin dedi. Bir inson bilan tanishtiraman dedi, Asqat Muxtor dedi. Asqat u paytda nimaga Sharq matbaasiga ko'chgan edi, yonmagan edi. Nimalar? Guliston jurnali bosh muharriri, ular Xotin-qizlar jurnali bosh muharriri. Keyin ko'zoynakni jiddiy qarab qo'ydi, lekin shu bilan yaqin bo'lib ketdim. Asqat Muxtor. Endi Asqat Muxtorning umrining oxirigacha yaqin bo'ldim. O'sha vafot qiladigan davrgacha yaqin bo'ldim. Farhod aka, mana aynan siz televideniyada ilk faoliyatingizni boshlaganingizda diktor suxandon sifatida ishlagansiz, lekin keyinchalik mana turkum ko'rsatuvlar tayyorlab, bevosita shu muharrirlik, mualliflik faoliyatingizni olib borgansiz. O'sha eslaymiz, bir o'lkaki ko'rsatuvda o'sha butun O'zbekiston bo'ylab sayohatlarni amalga oshirib, bir yurtimizning eng go'zal, bir purviqor joylarini ko'rsatish tomoshabinlarimizga taqdim etgansiz. Tanishtirgansiz. Qaraganda Termizdan tortib Zarafshongacha, mana Uchquduq Zarafshongacha, bu yoq Shohimardonni tortib, Qoraqalpog'iston Mo'ynoqgacha hamma joyni kesib chiqqanman. Qadam-qadam kesib chiqqanman desam mubolag'a bo'lmaydi. Farhod aka, mana o'tgan umr yo'llariga razm solib, o'sha hayotda sodir bo'lgan, hayotingizda sodir bo'lgan har xil mana voqealarni esga olyapsiz. Shularning orasida menimcha mana do'stingiz, birga o'qiganmiz dedingiz, Mirzohid Rahimov haqidagi xotiralaringiz menimcha alohida e'tiborga molikdir. Keling esga olaylik. Mirzohid Rahimov 45-maktabda o'qiganda, biz uyimiz 45-maktab tomonda edi, Kattavoq ko'chasida. Lekin shunaqa taqozosi bilan pastki nimalar bor, yuqori sinflari 82-maktabda o'qiganmiz. Men opam bilan birga o'qigan. Keyin 8-sinfgacha, 8-sinfdan keyin biz nimaga borganmiz? 82-maktabda o'shada o'qigan va keyingi faoliyatimiz teatr rassomchilik institutida birga o'qiganmiz. 4 yil davomida. Endi bu insonni xususiyati juda haligidek. Bironta odam bilan qattiq gapirishganini ko'rmaganman. Biron marta maqtanib gapirganini ko'rmaganman. Shunchalik bir odobli inson edi. Endi menimcha genda shunaqa narsa bo'lgan. Chunki bu inson Abdulla Qodiriyning akasi bo'lgan. Rahim degan. Rahimni o'shancha ham. Ikkita farzand qolgan. Rahim qolgan, Abdulla Qodir qolganlar vafot qilib ketgan. Ikkita ko'k qolgan. O'sha dodasi, bobosi-da endi Rahim bobo. O'sha Habibulloh Qodiriyni ham ko'p gapirishib turardi. Juda kamtar inson edi. Juda o'qimishli insonlar o'zi shunaqa bo'ladi, kamtar, oqsor. Endi mana choy ichib o'tiribmiz mana. Mana shu Mirzohidlar ham choy ichmas edi. Bir to'g'ram non yemas edi.
o'sha kuni axborotni o'qiydigan kuni. Efir shunchalik efirga chiqadigan kuni mas'uliyatda, mas'uliyat, juda qattiq mas'uliyat sezgan. Aruz vaznida she'r o'qishni yaxshi bilardi. Nasiba Qambarov bilan ikkalasi chiqishardi. Endi umrini oxirgi bir hafta qolganlarida vafot qilishi. O'shanda ham she'r o'qigan. Endi nihoyatda she'riyatni yaxshi ko'rardi. Badiiy o'qishi. Uylarga ko'p borib turardik. Bir kun ularnikida bo'lsak, mehmon, bir kun menikida juda ham yaqin edikda. Ham birga o'qiganmiz. Imtihonga tayyorgarlik ko'rganda ham Murod Rajabov, men shu uchalamiz yig'ilib olardik. Shunaqa tayyorlashgan qilardik. Oramizda Murod Rajabov oramizda sal o'qishga dangasi edi, to'g'ri aytganda. Lekin talant jihatdan unga yetadigani yo'q. Voy, iste'dodli aktyor. Shunaqa iste'dodchi kuchli bo'lganda. Har ikkalasi ham shunaqa. Ikkalasi ham mana xalq artisi unvonni olgan. Adabiyot haqida, san'at haqida gaplashyapmiz va Maqsud Shayxzodani bir she'rlari bor, Xiyobon degan. Bizning ko'rsatuvimizning nomiga juda mos tushadi. Va mana shu she'rni siz ijroyingizda tinglaganman-da. Juda ham maromiga yetkazib ijro etgansiz, o'qigansiz. Agar imkon bo'lsa hozir mana shu she'rdan juda ham katta she'r, balki ozgina parcha o'qib berarsiz. Agar mabodo biroz xotiradan chiqqan joylari bo'lsa, biz matnni ham tayyorlab qo'yganmiz. To'g'ri. Endi biz shunga o'rganganmizki, mana diktor bo'lib ishlaganman. Ko'pincha biz axborotlar shunda qarab o'qisak, badiiy o'qishlar bor-ku. Endi uyat bo'lardi bizga. Badiiy o'qish paytida shipalik qilsak, men hattoki Qodir Maqsum bilan birga o'qirdim. Mana shu kelardi Qodir aka, mana Maqsud Shahzodani, Hamid Olimjonni she'rlarini ko'p o'qirdik-da, kelardilar. Baqatir deb gapirardilar. Qolgidek odam edi. Kitob qo'lingga ol dedilar. Kitob qo'lingga olib, agar 1000 marta yod olgan bo'lsa ham, shu kitobga qaraganday bo'lgan dedilar-da. Shuna odatlari bor edi. Bo'ldi, Qodir aka bo'ldi dedimda, keyin qo'limda kitob bo'lardi. Hamid Olimjonning kitobi bo'lsa, Hamid Olimjon o'qisa, uni kitobi yoki Maqsud Shahzodani kitob bo'lardi. Shu bilan doimiy tarzda o'sha o'rganib qolganman. Chegarasida qo'limga kitob olib, mana shuni o'qirdim shu paytda. Hammasi yod. Lekin shunaqa o'qirdim. Keyin Qodir akani bir nimalar bor edi. Qo'lingga ruchka ol dedi. Hayajoning bosadi dedilar. Keyin o'shandan keyin qo'limga axborot o'qisam, ruchka olib chiqadigan bo'ldim. Qodir akam juda bir rahmat, inson juda zo'r edi. Endi bu odam orasida kiyinishlari, ko'chada yurishlari, bo'ylari kichkina edi, menga o'xshagan. Mendan pastroq edi. Toza ozoda yurardilar endi. Men doim radioga borib uchrashib turardim. Mana Tuyg'un Yunus Xo'jayev bo'lgan o'sha yerda bosh diktor, ularni uchrashib turardim. Maslahatlarni berardi. Qodir Tojiyev bor edi keyin. Endi bular shunaqa insonlar bo'lgan. Shu yaxshi, demak, Xiyobon she'ridan bir parcha eshitamizmi endi bo'lmasa? Mayli. Lug'atlarda o'qigandim bolalik chog'i. Daraxt bo'lsa agar yo'lni ikkalayog'i, uni derlar xiyobon. Yo'lchilarga sayobon, umrim yo'li bir xiyobon deb o'yladim. Shu tufayli bog'u chaman kuyin kuyladim. Shaharlarim, ko'chalarim men tinmay kezdim. Daraxtlarni soni qadar misralar tizdim. Kunduzlari xiyobonda pana izladim. Va'da bergan bevafoni oqshom ko'zladim. Yoshlikning oqshomlari o'xshamas tunga, yoshlikdagi tunlar o'zi qovushar tongga. Men Bokuda, Dog'istonda, Darband tomonda, Moskvada, Andijonda necha larzon soyalarda izlar qoldirdim, necha so'z va so'zlar qoldirdim. Xiyobonlar yashardi xotiratimda, balki har bir qo'shig'imda, naqoratimda. Endi oxirroqqa kelib juda uzoqlashib chiqib qoldim vatanning keng xiyoboniga. Xiyobonki eltar nur davroniga. Ammo endi u xiyobon o'lchay emas, ko'cha emas, bog'cha emas, hovli emas, yakka tog'li oftobi bor, oqshom cho'kar. Yolg'iz umr xiyoboni bir kun tugar. Yo dengiz yoqasida ado bo'ladi. Qissamga chin guvoh, bog' sochlarimga tushgan oq deb tugatgan. U yo dengiz yoqasida ado bo'ladi, yo shaharning orqasida bitib qoladi. Yo tog'larning etagida oxirgi yetar, misli baxshi ertagidan mojaro bitar. To'g'rimi? Ha. Ammo tarix xiyoboni bitmas suhda. Tarix o'zin, bashar o'zin tarixiga qo'ymaydi nuqta. Bashar o'zin tarixiga qo'ymaydi nuqta. Qissamga chin guvoh, bog' sochlarimga tushgan oq. Endi
to'g'risini aytganda men Ozod Sharafuddinovdan ko'p narsa o'rganganman. 21 yoshimda meni yetaklab bilimlar uyiga olib borganlar. O'sha paytda bir kuni masalan Erkivoqiyda she'riyat kechasi ketardi. Abdulla Oripni, Omonmatjonni shunaqa qilib har haftada she'rlar ketardi. Endi shu paytda bilimlar uyiga kirish juda qiyin edi. Butun talabalar o'rab olgan, men kirishim kerak edi. Men talaba yosh bo'lganman-da. Nima qilasiz dedi. Men aytdim, yo'q, men sahnaga chiqishim kerak dedim-da, bir amallab o'tib borardim. Nima qilib yursan dedi Ozod aka. Juda haligiday qattiq qo'l, shunaqangi bir inson bo'lganlarda. Keyin shu bilan u she'riyat kechalari kimlar borardi? Mana Gulchehra Jamilov borgan. Farhod Aminov degan bor edi. Farhod Aminov badiiy so'z ustasi, unga teng keladigan yo'q edi she'r aytish bo'yicha. Juda ham bildi, rahmatli bo'lib ketdi. Dublajda ham juda ko'p. Samarali, barakali ijod. Juda ham ijodi juda barakali bo'lgan. Eng mashhur artist Navoiy obrazini yaratgan Razzoq Hamroyev borardilar. Razzoq Hamroyev shu borardi, qo'llarida ro'molcha deb turardilar. Mana tuguncha deb Erkivoq aytib she'rlar aytib ketardi. Shunaqa qiziqarli qilib aytardiki, o'sha odamlar ham she'r o'qirdi qarang. Lekin she'riyat kechasi juda ajoyib davom etardi. Boya suhbatimiz avvalda aytib o'tdingiz, o'sha G'ofur G'ulomni ilk bor o'sha yelkangizdan tutganini, uning o'sha she'rini o'qiganingizni bolaligingizdagi va keyin ham taqdir sizni G'ofur G'ulom bilan yana bir bor uchrashtirgan, Farhod aka? Ha, uchrashtirgan. Beshog'och maydonida. O'shandagi xotiralarni aytib bering-da. Endi bir kuni o'tib ketatsam o'sha yerdan uzoqdan ko'rib turardim har doim. O'sha yerda ko'pinchalik o'sha dorixonadan chiqib kelardilar. O'sha atrofda ko'p yurardilar. Keyin haligi bog' tomonda ko'p yurardilar. Adiblar xiyobonida hozirgi. Bir kuni bir oq xalat kiygan bir odam chiqib qoldi-da, bu yoqqa ketdi. Bir odamga yordamlashib masang bo'lmaydi dedi. U odam dedi, bir ulug' odam dedi, sen rahmatlar eshitasan shu odamdan dedi. Kir dedi ichkariga dedi. Kirdim. Kirsam, ro'paramda G'afurlar o'tiribdi. Boshlarida do'ppi. Assalomu alaykum dedi G'afur aka dedim. Ular uncha eshitmadilar. Keyin shu bilan men kitoblar ko'tarsan deb ikkita og'ir kitobni meni qo'limga bergan. Shu bilan xayrlashdi. Keyin ko'tarib ketyapman. Hech yurmaydi. Charchab ketdim. Sal qo'yib olaydim, qish payti edi, suv atroflar. Yerga qo'yishda iloji yo'q. Yo'q, iloji yo'q. Keyin Muqimiy teatr tomonga o'tdik. Muqimiy teatr tomonga o'tib, baqildim, menga bir qarab qo'ydilar. O'sha yerda bir tepalik bor ekan, hali ham o'sha yerda mana suv emas joy bor ekan, shunday qo'ydik. Shunday qarab turdi, keyin bir qaradi, keyin cho'nchagidan buloqni chiqazdilar. Bunaqa voqealar ko'p eshitganmiz-da. Hali bir kuni shunaqa voqea bo'lgan ekanki, hali eski joyga tushganda, eski bozorga kirgan, rosa narsalar olgan. Keyin shu qo'yib qo'ygan. Keyin bu nimasi qo'zib ketganda, bu odam ilhom qo'zib ketganda bloknotini olib sekin yozib kelavergan. O'sha paytda trolleybus qatnardi. Trolleybus bo'yicha ketib, qarasak uyini oldida turibdi. Yana qaytib ketgan. Qaytib ketib borsa, hech narsa yo'q. Bozorlik. Bozorda. Shunaqa voqea G'afurlarda ko'p bo'lgan. Keyin shunday nima qildi-da, sen qayerda o'qiysan dedilar. Men aytdim 82-maktabda. Rahmatulloh direktoring edi, tarixni zo'r biladi dedi. Sen tarixni zo'r bilgan bola dedi. Agar millatimiz tarixini zo'r bilsang dedi, yaxshi bo'ladi dedi. Yaxshi bo'ladi dedi. Sen matematik bo'laman deb o'ylama dedi. Tarixni bilib oldin dedi. Shu bilan keyin lekin dedi hayotda dedi nimadir to'lqinlanib ketgan. Yosh bola ekansan, hayotda hech qachon qoqilmagin dedi. Qoqilgan odam dedi qiyin bo'ladi. Keyin dedi oyoqqa turib olish qiyin. Uylargacha olib bordim. Uylargacha olib borib, u paytda katta tutib olardi. Hozir ikkitaga bo'lingan hovlilar. Katta turadi. Qo'y boqadi dedi. Qo'ydim. Keyin tepada haliga muzlab turgan nimalar bu tushib ketsa nima bo'ladi? Odamlar o'tib turibdi bu yerda. Odamlar nimasidan o'tadi? Men aytdim, dedim. Buni olib tashlash kerak dedim. Shuna qilib keyin nima chaqirdilar rafiqalarni. Rafiqasi otlarini edi. Muharram aya. Muharram dedilar. Keyin dedi G'ofur aka dedi. U yoqdan nima qildi? Men shu kitoblar qo'ygin dedi. Keyin kitoblar qo'ydim. Shu bilan ketganman.
O'sha paytda Farhod aka uzr eslatmadingizmi? O bolalik paytimda hozir aytaman, hozir aytaman. Men siz she'r o'qiganman deb aytmoqchi bo'laman, hayajon bosib ketgan, hech ayta olmayman. Keyin oxirida xayrlash, qo'l berib xayrlashdi. Qo'llar uzun ekan, qo'llar. Novcha, o'zi ham novcha odam. Ketdim-da ketganda yana qaytib kelmoqchi bo'ldim. Men aytdim, o'qiganman deb. Uyalganman. Salobat. O'sha paytlarni eslatib, salobat juda kuchli edi, salobat, juda salobatli inson edi. Armon qilgan, aytmaganim. Bir umrlik armon qilgan. Lekin mana hozir ajoyib xotiralarni bo'lishdingiz. Uchrashgan o'zi ham men umrbod esimda qoldi. Har bitta gapi, har bitta qadam bosishi juda bir buyuk inson edi. Rahmatli. Bu 65-yil qishda bo'lgan voqea. 66-yil vafot qilgan. Vafot etdilar 66-yilda. Shunaqa voqealar bo'lgan. Mana endi yaxshi xotiralarni, oydin xotiralarni esga olyapsiz. Keling hozir shu topda bir qo'shiq eshitsak, o'sha yana bolalik xotiralarni esga soladigan qo'shiqlardan bittasini, ayniqsa buni Xiyobon muxlislari ko'p sevib tinglashadigan, kutishadigan qo'shiqlardan bittasini eshitaylik-da, keyin yana suhbatimizni davom ettiraylik. Demak, bolaligim qo'shig'ini tinglasak, Akbar A'lochiyev ijrosida. Marhamat. O'rinli bo'ladi. Yengil qanot yozadi, sho'x kunlardan berishib darak, yuragimga olov yoqadi, yuragimga olov yoqadi. Uchib ketmang kapalaklarim, yolg'iz qo'ymang olingiz yotgan, ketib qolmang shoh malaklarim, boshlang meni nurli hayotga, boshlang meni nurli hayotga. Bir hayotki beki ostida opalarim kashta tikkanlar, kashtalarning har bir tusiga chok emasdi rozin tikkanlar. Qo'lga olib ketmonin otam, ariqlarga tarardilar suv, o'smalari qo'lda bir tutam, hamroh edi singlimga ko'zgu. Sen bor eding o'shanda onam, sen bor eding taxtim, taxtligim, nurli edi naqadar olam, sen bor eding baxtim, baxtligim. Ming bor ochar bahor quchog'im, ming bor,
ming bor yashnar yana chechaklar ming bor. Lek qaytarma bolalik chog'i, uchib ketgan ulka palaklar, uchib ketgan ulka palaklar. Farhod aka, mana she'riyat haqida yaxshi suhbatlar bo'lyapti va mana G'ofur G'ulomni esladik, Asqat Muxtorni esladik, Maqsud Shoyazodani esladik va keyingi avlod shoirlardan O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov bilan ham ancha yaqin qalinligingiz bo'lgan, ko'p muloqotlar qilgansiz. Menimcha shu Abdulla Oripov haqidagi xotiralar ham hozir tomoshabinlarimizni juda ham qiziqtirib turibdi. Albatta qiziq, hech shak shubhasiz. Endi Abdulla aka bilan birinchi uchrashuvlarimiz men hali Abdulla akani o'zi yozgan kitobida. Hali bu maktab o'quvchisi edi, maktab o'quvchisi paytda kelib turardi. Keyin oradan vaqtlar o'tdi, institutga kirdi. O'sha paytda birga edik. Bitta kitob yozgan, qalin bir kitob chiqqan. 76-yilda. O'sha yillar armoni. O'sha kitobda hech qachon o'zgarmas ukam Farhodjonga deb yozib berganda menga. Dastxat qo'yib yozib bergan. 75-yilda bizni katta bir sayohatimiz bo'lgan Qashqadaryo viloyatiga. Qashqadaryo viloyatiga borishdan ilgari Jizzax to'xtaganmiz. Jizzaxda ham 2 kun uchrashuvlar qilingan. Keyin Samarqandda uchrashuvlar qilingan. Abdulla akaning odatlari bor edi. O'sha o'zlari she'r o'qirdilar. Ma'lum bir Toshkentda ham ko'p voqea bo'lgan. O'zlari she'r o'qirdilar-da, ma'lum bir joyga borganda endi charchab qolishlar, bir yarim soat, 1 soat to'xtamasdan o'qish. Keyin menga navbat berardilar, men o'qib ketardim. Navbat kutib turmas edim, o'sha sezardim. O'sha she'rlarni tugatdim, men boshlaverardim. Universitetda ham, o'sha Milliy universitetda ham bir necha marta shunaqa uchrashuvlar bo'lgan. Mana shu xotiralarni eslayapmiz-da. Mana shu xotiralarimiz yana ham ko'proq yodga tushishi uchun, yana ham to'kis bo'lishi uchun. Demak, Abdulla Orifning o'zlari o'qigan she'rlardan bitta yozuv bor bizda. Mana shuni birgalikda tomosha qilamiz-da hozir. Mana shu yozuvni. Marhamat. Marhamat. Uydan ketganimga ko'p yil bo'libdi. Ko'p yil qishlog'imdan yuribman uzoq. Men yurgan yo'llarda o'tlar unibdi, ko'milib bo'libdi men kezgan so'qmoq. Yoshlik chog'im edi, sho'xligim tutib, ismim o'ygan edim bitta terakka. U ham jarohatday ketibdi bitib, u ham yuksalibdi mensiz yuksakka. Buzilib bo'libdi alla qaysi dam, hovli ortidagi omonat ko'prik. Bu yerda men bilgan odamlarning ham ba'zisi endi yo'q, ba'zisi tirik. Hayratga tushmasman bu holdan sira. Dunyo bu quvg'indi ohuday yelar. Dunyo bu eng oddiy hukmiga ko'ra kimdir tug'iladi va kimdir o'lar. Lekin qalbni bosdi nogoh bir sukut, nogoh bir hayajon ezdi dilimni. Umrim yo'llarini bosmaganmi o't, xazon ko'mmaganmi hayot yo'limni. Ko'ksidan nomimni beshafqat battar o'chirgani kabi oqbadan terak. Bag'riga ismimni yozgan bo'lsa gar, o'chirmadimikin bironta yurak. Yoshligim behuda o'tmadimikin, go'zal tuyg'ularim bormikan tirik. Nogahon buzilib ketmadimikin bironta yurakka men solgan ko'prik. Yillar umrimizga qilarmi shafqat, biror ish bormikan aylagali yod. Qayta tiklash mumkin barchasin, faqat qayta tiklanmagay o'chsa